Nega Cristiano Ronaldo spirtli ichimliklar ichmaydi? Buning sababi nimada? Ko'plab sportchilar uchun bu odatiy hol. Misol uchun Jack Grealish. U haqiqiy pionistalardan hech qolishmaydi. Bu esa haqiqiy sportchiga xos emas. Intervyularning birida Van Dijk ham bir shisha ichkilikni ko'tarib yuboradi. Afsuski, bu harakati bilan yosh avlodga namuna bo'la olmaydi. Bonucci ham xuddi shu holni takrorlaydi. Zlatan Ibragimovich ham bayram paytida xuddi sog'lig'iga foydadek kameraga qarab chekadi. Lionel Messi ham turolmaydigan, hatto yura olmaydigan darajada mast bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ammo yer yuzida shunday bir o'yinchi bor. U boshqa sportchilarga o'xshamaydi. Har xil rangli ichimliklarni ichishdan ko'ra oddiy suvni afzal biladigan Cristiano Ronaldo. Ronaldoning bunday qilishiga sabab esa aynan shu zahri qotil, ya'ni ichkilik sabab. Uning otasi 52 yoshida bu dunyoni tark etganidir. Agar siz Qobil Hasanboyev official kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz, qiziqarli va foydali ma'lumotlardan bahramand bo'libsiz.